Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan Kotlin dasturlashtirida ikki o'lchovli massivlarga oid masalalar ishlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz ikki o'lchovli massivlar deb nomlangan paketchimizning ichiga ikkinchisi deb mavzuni nomidan kelib chiqqan holatda juft, toq, musbat, manfiy o'shalarni ko'rib chiqamiz. 2 karrali, 3 karrali va hokazo o'shalarni ko'rib chiqamiz. Biza klaviaturada har safar massiv elementlarini o'zimiz qo'lda kiritavermaymiz. Biza faqatgina klaviaturada massivni matritsani necha ekanligini, matritsani o'lchamini o'zligini bersakkina u bizaga random funksiyasi orqali to'ldirib beradigan qilib dastur tuzamiz. Buning uchun bizaga val random funksiyasi kerak bo'ladi. Undan tashqari bizaga print matrisaning o'lchamini kiriting. Val n readline to int. Val a array n o'lchamlik int array int. Ya'ni ikki o'lchovli massiv uchun xuddi shunday massiv e'lon qilamiz. Endi for in 0 until n gacha, for g in 0 until n gacha, g random.next int 100 gacha bo'lgan sonlarni to'ldirib bersin massiv elementlarini. Undan so'ng print tasodifiy sonlar bilan to'ldirilgan massiv elementlar deb chiqsin. For in 0 until n, for g in 0 until n, cout eg dasturni bitta ishga tushirib olamiz. Va klaviaturada matrisaning o'lchamini o'zini yozsak bo'ldi. Bu yog'iga bizaga tasodifiy sonlar bilan to'ldirilgan matritsa elementlari deb mana bizaga birdan 100 gacha bo'lgan sonlar oralig'ida massivni tasodifiy sonlar bilan to'ldirib berdi random funksiyasi orqali. Endi biza undan topamiz juft elementlarini, toq elementlarini topamiz. For in 0 until n, for g in 0 until n shart beramiz. aeg ni qoldiqli 2 ga bo'lganimizda qoldiq 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa
cout aeg bitta joy tashlab chiqarib bersin deymiz uni. Bu yerga yozib qo'yamiz. Massivning juft elementlari, matrisaning juft elementlari xuddi shundan bitta kopiya olamiz. Matrisaning toq elementlari deb teng emas 0 deb qo'yamiz. Dastur ishga tushiramiz hamda klaviaturadan faqatgina matrisaning o'lchamini o'zini kiritsak bo'lgani. 3x3 matritsa kiritamiz. Matrisaning juft elementlari 56, 36, 38, 16 toqlari hammasi mana jufti 4 ta ekan, toqlari 5 ta ekan, общий 9 ta son. Yana bitta ishga tushiramiz buni. Endi 4 ga 4 o'lchamli matritsa beramiz. Mana tasodifiy sonlar bilan to'ldirilgan matritsa elementlari, ular ichidan juftlari hamda toqlari. Xuddi shu ko'rinishda musbatlari, manfiylari deb ishlashimiz mumkin. Va undan tashqari, misol uchun bundan bitta kopiya olamiz deb 3 ga karralilari deymiz. Matrisaning 3 ga karrali elementlari. Uning uchun 3 ga bo'lganda qoldiq 0 ga teng bo'lishi kerak. To'rt kiritamiz. Mana 3 ga karrali sonlari. Xohlasak, bu yerda yana 3 ga karrali sonlarni yig'indisini ham topishimiz mumkin. Buning uchun bizga bitta s degan o'zgaruvchi kerak bo'ladi. Agar u mana shunaqa bo'lsa, 3 ga bo'lganda qoldiq 0 bo'lsa, s plus teng aeg deymiz. Va uni chiqazib bo'lganidan so'ng cout matrisaning 3 ga karrali sonlari yig'indisi deb chiqazib bersin bizga. Dasturni qaytadan ishga tushiramiz. Hamda klaviaturadan 5 ga 5 matritsa uchun 5 sonini kiritamiz. Hamda dasturni ishga tushiramiz. Matrisaning juft elementlari, toq elementlari, 3 ga karrali elementlari va 3 ga karrali elementlari yig'indisi 264 ga teng ekan. Ya'ni shularning yig'indisi 264 ga teng ekan. Shunaqa qilib massivlar ustida, massiv elementlari ustida turli xil amallar bajarish mumkin. Misol uchun hozir biz ko'rib chiqqanlarimiz juft elementlarini topdik, toqlarni, 3 ga karralilarni, 3 ga karralilarning yig'indisini topdik. Sizdan so'rashim mumkin.
musbatlarini toping, manfiylarini toping, manfiylarni darajaga ko'taring yoki manfiylarni modulda chiqazing, musbatlarini ildizodan chiqazing yoki ularni ham darajaga ko'taring, logaritmning va hokazo har xil o'z masalaning shartiga ko'ra turli xil amallar bajarish mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi darsda massivlarni manfiylar minimalini, maksimalini va ularni joyini almashtirish, minimal egallagan indekslari, maksimal egallagan indekslari o'shalarni topish haqida video darslik qilamiz.